Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan trapetsiya va unga oid ba'zi formulalarga to'xtalib o'tamiz. Bizga ABCD trapetsiya berilgan bo'lsin, diagonallari O nuqtada kesishgan bo'lsin. Bu yerda ikkita o'xshash uchburchak hosil bo'ladi, ya'ni uchburchak BOC bilan o'xshash uchburchak DOA. Bu ikkita uchburchaklar o'xshash, sababi bu burchakni alfa desak, bu yeri ham alfa. Agar bu burchak beta bo'ladigan bo'lsa, bu burchak ham beta. Uchburchakning ikkita burchaklari teng bo'lsa, ular o'xshash bo'lar edi. Shuning uchun bu ikkita uchburchak o'zaro o'xshash. Agar trapetsiyani asoslarini A va B deb belgilaydigan bo'lsak, uchburchak o'xshashligiga ko'ra qolgan tomonlari ham proporsional, ya'ni agar AC kesmani AX deb belgilaydigan bo'lsak, AO kesmani BX deyishimiz mumkin. AB kesmani AY deb belgilaydigan bo'lsak, AD kesmani BY deb belgilashligimiz mumkin. Endi AOB burchakni qandaydir phi burchak deb belgilaydigan bo'lsak, bizda hozir 4 ta yuza hosil bo'ldi, ya'ni S1, S2, S3 va S4. S3 yuzani topishga harakat qilaylik. S3 yuzani topadigan bo'lsak, 1/2 tomonlari AY, BX ular orasidagi burchakning sinusi. Sinus phi. Xuddi shunday S4 yuzani topadigan bo'lsak, 1/2 AX, BY ular orasidagi burchak sinus phi. Ya'ni SOD burchagi ham phi bo'ladi. Bu burchaklar vertikal bo'lganligi uchun. Xuddi shunday S1 yuzani yozamiz. S1 yuzi 1/2 AX ko'paygan sinus 180 minus phi, u sinus phi ga teng bo'ladi. S2 yuzani yozadigan bo'lsak, 1/2 BX ko'paygan BY ko'paygan sinus 180 phi, u ham sinus phi ga teng. Bu munosabatlardan S3 va S4 yuzi bir-biriga teng. Sababi o'ng tomonlar ko'paytuvchilar o'rni almashgani bilan aynan bir xil ifoda. Shuning uchun S3 teng S4 desak bo'ladi. Demak, trapetsiyada ikkita yon tomonda hosil bo'lgan S3 va S4 yuzalar trapetsiya qanday bo'lishidan qat'iy nazar har doim bir-biriga teng bo'lar ekan. Endi S1 va S2 yuzani ko'paytirib ko'rsak, 1/4 A kvadrat, B kvadrat, X kvadrat, Y kvadrat, sinus kvadrat phi kelib chiqadi. Xuddi shunday S3 va S4 yuzani ham bir-biriga ko'paytirsak, 1/4 A kvadrat, B kvadrat, X kvadrat, Y kvadrat va sinus kvadrat phi ifodaga kelamiz. Bu tengliklarni o'ng tomonlari bir xil bo'lganligi uchun chap tomonlarni ham tenglashtirishimiz mumkin. Bundan kelib chiqadi S1 ko'paygan S2, S3 ko'paygan S4 ga. Demak, hosil bo'lgan qarama-qarshi uchburchaklarning yuzalar ko'paytmasi bir-biriga teng ekan. Bu ham teng. S3 va S4 bir-biriga tengligi uchun S3 ning kvadrati yoki S4 ning kvadratiga. Demak, S3 yoki S4 yuzali uchburchagimiz ildiz ostida S1 ko'paygan S2 ga teng ekan. Bular orqali trapetsiyani to'liq yuzasini topmoqchi bo'lsak, S trapetsiya barobar S1 plus S2 plus S3 plus S4 ning o'rniga ikkita S3 yozishimiz mumkin. Bu ham barobar S1 plus S2 plus ikkita S3 ning o'rniga ildiz ostida S1 ko'paygan S2 ni yozadigan bo'lsak, bu ildiz ostida S1 plus ildiz ostida S2 ning qavs kvadratiga teng ekan. Bu yerda bir nechta formulalarni isbotini keltirib chiqardik. Tushunish maqsadida bu tomonga alohida yozib olsak. Demak, trapetsiya asoslari A va B ga teng. Hosil bo'lgan yuzalar S1, S2, S3 va S4 bo'lsa, isbotladik biz S1 teng ekan, S3 teng ekan S4 ga, S1 ko'paygan S2 teng ekan S3 ko'paygan S4 ga yoki S3 ning kvadrati yoki bu ham S4 ning kvadratiga. S3 barobar S4 barobar ildiz ostida S1 ko'paygan S2 ga yoki S trapetsiyaning o'zi ildiz ostida S1 plus ildiz ostida S2 ning qavs kvadratiga. Bizga o'xshashlikdan ma'lum S1 taqsim S2 A taqsim B ning qavs kvadratiga.
Demak, trapetsiyada quyidagi 4 ta yuza mana shunday munosabatga ega ekan. Bizga quyidagicha misol berilgan bo'lsin. Trapetsiyaning asoslari 2 va 4 yuqoridagi kichik yuza 8 ga teng bo'lsa, qolgan S1, S2, S3 yuzalarni va trapetsiyaning yuzasini toping degan savol qo'yilgan bo'lsa, yuqoridagi tengliklardan foydalanamiz. Uchburchak o'xshashligiga ko'ra 8 ni S3 ga nisbati 2 taqsim 4 ning qavs kvadratiga. Demak, bundan S3 teng 32 ekanligi kelib chiqadi. S1 teng S2 barobar ildiz ostida 8 ko'paygan 32 formulaga ko'ra, demak 16 4 bundan yana 4 16 ekanligi kelib chiqadi. Demak, yondagi yuzalar 16 dan ekan. S trapetsiyani yuzasi esa o'sha 4 ta yuzani yig'indisi 40 + 32 72 ga teng ekan.